Ushbu loyiha Mikrokreditbank hamkorligida Farg'ona viloyati Furqat tumani G'allakor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sholi ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Maydonning uzunligi 500 metr, bo'yi esa 200 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 26 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,4 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Baxtiyor Kelajak Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 7 tonna, jami 70 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.